Hurmatli podpischilar, qaranglar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida Yerqo'rg'on bozoriga shunday kelgan paytlaring eslagan chiqib ketmasin, shunday do'konni ko'rsataman. Aksiya bombasi bo'lyapti. 50% chegirmada berilyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hayal bolgarchi, chesnok sotuvchi bolgarchi, zelinchilarning oldidan shunday kirib kelasizlar. Asfiso Kids do'koniga qaranglar, aksiyani bombasi bo'lyapti. Hurmatli tomoshabinlar. Mana 50% chegirmada yarim pulida 149 ming so'mga mana shu ko'ylakchani berib olyapti. Ibrohim bozorchidan kelsanglar yarim pul olib ketasizlar, qaranglar. Mana futbolkalarni qaranglar, juda ixchamgina, juda qulay. Narxi qancha ekan qaranglar. 45 ming so'm yarim puliga beriladi, qaranglar. Rasprodajaning pulidan ham arzon bo'lib ketdi. Kelaverasizlar mana dvoykachalar qanchadan deysizlarmi? 99 ming so'm ekan. Past 100 ming so'mni 50 ming so'mga berib yuboriladi. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, e'tibor beringlar. Bu yerda faqat qaranglar, bosh kiyimlar, mana shu bosh kiyimchalar, keyin mana deyotgan naski, xolos mana shular aksiya emas, bular faqat o'zini puliga sotiladi. Qolgan hamma narsa, hamma kiyimlar aksiya bo'lyapti, yarim puliga berilyapti. E'tibor beringlar. 99 ming so'm mana sviterchalarning zo'rlari yarim puliga beriladi bular. Qaranglar, mana ko'ylakchalarni qaranglar, dvoykachalar. 130 ming so'm mana shu ko'ylak sotilgan ko'ylakda. Mana burikchasi ham bor, yarim pulga beriladi, qaranglar. E'tibor beringlar. Mana bu ko'ylakchani qaranglar, mana. Letniy juda mana chiroyli, qaranglar, puli 110 ming so'm turgan ekan. Mana shuni yarim pulga olib ketasizlar, qaranglar. 55 ming so'mga e'tibor beringlar mana. Troykachalar, qaranglar. Futbolkasi bor, ko'ylagi bor, shortigi bor. 182 ming so'm ekan. Mana shu troykacha yarim pulga olib ketasizlar buni. Ko'ryapsizlarmi? E'tibor beringlar. Aksiyani bombasi bo'lyapti. Ibrohim bozorchidan deb kelaverasizlar. 139 ming so'm, qaranglar mana. Dvoykacha, shortgacha, futbolkacha. Qaranglar, yarim pul olib ketasizlar buni. Kiyimlarni qaranglar, bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli. Xullas, bolalarni olib kelasizlar, detskiy kiyim. Bu kiyimlarni bunaqa arzon, yarim puliga berib olishdan maqsad nima deysizlarmi? Xudo xohlasa mana 1-iyuldan 10-iyulgacha aksiya davom etadi. Buni tezroq sotib bo'shatish maqsad. Nima uchun desanglar, bu do'konimizga maktab ochilish arafasida maktab kiyimlarini, o'quvchilarni, maktab o'qiydigan o'quvchilarning kiyimlarini olib kelib qo'yish ekan. Shu maqsadida do'konni bo'shatish maqsadida arzon pulga, yarim puliga berib yuborishyapti do'stlar. Tezroq kelib ulgurib qolinglar. Qaranglar, Ibrohim bozorchi xalq manfaati uchun har doim arzon sifatli joylarni ko'rsatib boraveradi do'stlar. Kiyimlarni qaranglar mana. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Bir-biridan chiroyli narsa 50% skidga. Arzon narxga qaranglar do'stlar. Mana olib ketaverasizlar kelib, xudo xolasa. Arzon joyidan e'tibor beringlar. Ibrohim bozorchidan ko'rdik deb kelsanglar bo'ldi faqat. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Do'koni bor aka-ukalar, opa-singillar kelib olib ketaverasizlar, bosib. Mana bu. Qaranglar. 50% skidkaga. Xullas mana rementlar bor, xullas hamma mujskiy narsalar ham bor mana aka. Naskilar ham bor, faqat bular o'zini puliga sotiladi. Qolgan hamma narsa juda arzon narxda. Mana 30 ming so'm sotilgan mana shortkichalar. 15 ming so'mga olib ketasizlar, qaranglar. Mana bu rasprodajadan ham topish qiyin borki. Juda arzon, qaranglar. 105 ming so'mga sotilgan mana jins shortkicha. Yarim pul olib ketasizlar buni ham. Qaranglar mana. Sarkanashkalar bor, oyoq kiyimlar bor. Tezroq sotishga, bo'shatishga faqat joyi. Xalq manfaatlansin, foydalansin bo'ldi mana. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Juda arzon narxda.